har 10 ta oiladan 8 ta yoki 9 xonadonda mana shunday davleniya kasalligiga uchragan narsa bor. Mana shu davleniya kasalligiga davo oddiy shponik. O'sha siz so'ragan it burun nima u deydi bir xillar. It burun degan narsa mana shu. Bu quritilgani shponik, it bunni bir xil joyda it burun deydi. Mana shuni 5-6 donasini olasiz. Mana shunday termosda qaynagan suvga solasiz. Buni damlaysiz, qaynatmaysiz. Qaynagan suvga damlab, 2 dona oqqan qo'shib damlaysiz. Ichganingizda priyatni ketish uchun. Obedda va kechqurun bir xil ichib borasiz. Xuddi choy ichganday iste'mol qilasiz. Sizning davlenangizni bir me'yorda ushlab turadi. Davlenani sal tushishiga yordam beradi. Tushirib yormaydi ham, ko'tarib yormaydi ham. Shponik. Har xil kuchli dorilarni ichib jigaringizga ziyon qilmang. Mana shu shponikni sinab ko'ring. Davlenangiz bo'lsa, ertalabga tavsiya bermayman. Ertalabga faqat limon choyi ichasiz. Obedda va kechqurunga mana shunday shponikni termoschaga damlab qo'yib, bir xil ichib borasiz. Achchiq-achchiq qilib iching. Davlenangiz tushganda meni kommentariyamga yozasiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Davlenasi bor insonlar.